Assalomu alaykum gruppamiz kanalimiz a'zolari. Bugungi kunimiz xayrli va barakatli bo'lsin. Sovuq ancha tushib qoldi, bu qator bozorga avval kelib qolmasliklari uchun bu qator aytib qo'yapmiz. Endi bozorga kelmaymiz, chiqamiz. Payshanba chiqamiz. Xudo xolasa. Bu qator kunlarim sovuq bo'ladiganlar olib ketyapmiz. Mana gardeniyalar, azizalar gullarimiz bozorda turib turadi. Kalteyalarda, orxideyalar olib ketyapmiz. Payshanba olib chiqamiz. Zakaz berganlarga jo'nataveramiz. Orxideyalarimiz ham juda go'zal edi. Yerda ham bor. Ko'ryapsizlar. Oqqa, har xil rangi bor. Unga yaqin ko'tashi kerak. Mana ko'rinyaptimi? Pastdagisi, teparoqdagisi mana fioletli, oq ham bor. Kamilla so'raganlar, kamillarimiz ham bor. Oqi ham, qizili ham bor. Azaliyamiz ham bor. Azaliyamiz haligi fioletisi ko'proq hozir uyda bor edi. Har xil minglar ham bor. Chiroyli mana. Kaç hozir gardeniyamiz bunisi ichida 10 talik yoki solib qo'ygan xolos. Bunisi 60 ming so'm. To'ygan tashqari o'zim to'ygan. Bunisi boshqa shtampoyisi o'ta go'zal kelgan edi. Hozir uyda edi. Korobkamizda turibdi. Bunchalar katta bo'lib turgan. Kecha kuni anaqa so'raganlarga berdik. Dekabris. Necha puldan bular? Buni 60 ming qilib beramiz. Mana gullashni boshladi. Suvni kamroq berasiz, ko'p gullaydi. Muraya gulimiz ham bor. Azaliya bor. Azaliya. Mana singolimiz ham bugun egasiga beraveramiz, xudo xolasa. Uyga borib turib. Antirimlarimiz. Zamiyana bolasi bor. Archamiz, korissa. Archanalik sal bo'yi bundan ko'ra pastroqlari bor, 160 ekanlarimiz bor. Mana shu razmerlardan bor. 10 tacha qoldi xolos. Bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin, beramiz. Endi bugungi bozorni ko'pchilik yig'ishtiryapti, holatini ko'rsatamiz. Bozorimizning holatini. Kamillarimiz onasi 350 ming so'mligi, molari 180 ming so'mliklari. Sekasi bor. Qo'shnimiz akubasi bor ekan. Mana kaktus ekdik. YouTube'ga chapamiz. Hoji opa, archa zab ketmayapsiz-ku. Ko'rgan bo'lsangiz zab ketib oling. Haligi telefon nomerni chap bo'lsangiz chapamiz dedik. Telefon ham qilmadingiz. Nari gullaringiz ham turibdi. Zab ketib olsangiz yaxshi bo'ladi yoki olib borib beramizmi, ko'ramiz topa. Mana bozorda mana bugun kuniga chorshanba mana hech kim yo'q. Ko'pchilik yig'ishtiryapti. Mana ataylar yig'ishtirib ketgan. Bu ammani joyini pastga qo'yib qo'yildi. Mana xrizantiya bor ekan. Bu yerlarni ko'rib qo'yamiz. Mashlarda 15 ming sotishyapti. Xrizantiyalar 15 ming, 18 ming, 20 ming qilib sotishyapti. Kaktusimiz jon. Kelib kaktuslaringizdan bir xabar olib keting. Sovuq tushib qoldi, olib ketsangiz ham bo'lardi. Payshanba chiqib turasiz endi. Matallar apetalum bor ekan mana. Mana gullayapti ekan. Gulini hidi yo'q. Bundan şurasam kichkinasini ham ko'ryapsiz. 70 ming. Kameliya. Mana o'yichi, mana. Ular 85 ming kattasi. Buni kichkinasidan yo'qmi hozir? Bor kishi. Qancha u? Ular 60 ming so'm. O yerda 20 mingligi bor. Savdo qilib qo'yaylik. Bu bolalar sovqatib o'tirishibgan. Maktabdan maktabga o'rganib banan yeydigan bolalar. Bu bechalar banan yemasa, banani ham yo'q hozir. Mana nech pul ekan sekasi? Ha.
600. Menda bundan kattarog'i bor ekan bitta. Qanchalik? Nechi bu? Ha? Nechi bu? 700 ga beramiz. Bor qoladida. Mana shundan olsak. Bular yashikka egasi kelmabdi-yu, lekin 7,5 ming sotishyapti ekan. Mana sal bo'yi uzoqroq o'rta ekan mana. Mana qora ekan. Bunaqasi bu limonli ekan. Ya Buketning xizmatini so'raganlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa indinga juma kuni shu dalaga borib video qilamiz. Buketning xizmati mana rosa 1 yil o'tdi. Mana zo'rlari bor ekan. Pishdi, ya zaryadingiz. Endi mana yurib qo'yamiz, ungacha telefonni zaryadam tugadi-yu, sekin yurib qo'yapmiz. Birinchi mana barda o'yladim, sal guli kuni ko'rishni boshlabdi. Karam nechi pul ekan, hoji? Assalomu alaykum. Kimsiz? Assalomu alaykum. Ondan ko'ra aka. 10 ming so'm karam. Nechi pulga oldi? Shunlar ham bor ekan. Archa so'raganlar, archaga bemalol kelarasizlar bozorga. Shu oxirroqda joyi. O'pnim ko'lardi. Yonida joyi. Lavrda shtampisi bor ekan. Kremskiy sasna bor ekan mana. Narxini bilamiz desak, egasi yo'q. Nima yozib qo'yibdi? O mana archa. Bo'yi 1 metr bo'lishi kerak ekan, 3,5 3 metr bor. Bugun lolachilar yana piyosada ekala chiqmabdi. Hazrat olilar shu yerda ekan. Zaryad pishdi telefonda ham. Mana sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Telefonim zaryadi o'chyapti. Shunga tuvada optimlari. 3 ta joyda tuvalar bo'lsa, hammasi bir-biridan optim. Men aloqaga chiqishingiz mumkin. Kremskiy sasna. Bugungi sana hop 5-noyabr 2025-yil. Kremskiy sasna kattasi ham bor ekan. Like bosib, obuna bo'lib qo'yish.